Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 24-yanvar 26-yil 8 ta 2,5 metrlik zarbaxmaldan ko'rpachalarimiz lablibachalariga o'ziga mos qilib bezakchalar qilingan. 2 ta lo'ylachalarimiz, 8 ta 60 ga 60 yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Yostiqlarimizni mana hammasini ichiga alohida qop qilib paxtasi olinib, keyin pepaklik overlockdan chiqqan zamoklikka kiyitilgan. Mana e'tibor beringlar, yostiqlarimizni hammasi guli-guliga o'ziga mos tushirilgan. Mana yostiqlarimiz korreksiya qilib ham tushirilgan. Mana hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana yig'ma holatlarini ham bemalol ko'rib o'zlar ishlarimizga baho beringlar. Bu 2 ta lo'ylachalarimiz sovg'asi uchun tikildi. Bu zakasimiz Qarovul bozorga chiqib ketadi, xudo xohlasa. Mana